أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 23. Sure Mu'minun Mekke'de nazil bo'lgan 118 oyat. Nayt şefqatlik, mehriban Allah'ın ismi bilan boshlayman. Mu'minlar haqiqatan baxtga erishdi. Shundoq mu'minlarki, ular namozlarda Allah'ның ulug'ligidan sur besib ketganligidan ayminib turg'uvchilardir. Ular behuda söz, behuda ishdan yiroq bo'lg'uvchilardir. Ular zakat berguvchilardir. Ular avratlarni haromdan saqlag'uvchilardir. Ya'ni avratlarni faqat xotinlardan, cho'rilardan boshqalardan saqlag'uvchilardir. Bular bilan yaqinchilik qilguvchilar malomat qilinmaydi. Buning sirtidan jinsiy talabni qondirishni talab qilguvchilar haddidan oshquvchilardir. Ular ya'ni mu'minlar o'zlariga topshirilgan omonatlarga va bergan ahdiga rioya qilguvchilardir. Ular namozlarini vaqtida ta'dil arkan bilan ado qilguvchilardir. Ana shular, ya'ni yuqorqi sifatlarga ega mu'minlar nozu ne'matlik jannatning varislaridir. Ular yuqori darajalik jannat firdavsiga varislik qiladi. Firdavsda mangu qoladi. Biz insonni haqiqatan loyning javhiridan yaratdik. Ondan uni bir puxta qarorgoh, ya'ni bajjidanda joylashgan obimani qildik. Ondan obimanini laxti qonga aylantirib, ondan laxti qonni parcha go'shga aylantirdik. Ondan parcha go'shni so'ngakka aylantirdik. Ondan so'ngakka go'sh qo'ndirdik. Ondan uni jon kirgizib, boshqa maxluqotga aylantirdik. Eng mahir yaratquchi Allah, hikmat va qudrat jihatdan ulug'dir. Ondan sizlar cho'qim o'lisizlar. Ondan sizlar haqiqatan qiyomat kuni qabronglardan turg'izilsizlar. Biz haqiqatan sizlarning ustinglarda 7 qavat osmonni yaratdik. Biz maxluqotdan g'ofil emasmiz. Biz bulutdan hojatga qarab yomg'ir yog'dirdik. Uni zaminda to'xtatdik. Uni quritib yetishga albatta qodirmiz. Shu yomg'ir bilan sizlarga xurmo bog'chalari va uzum bog'chalarini yetishtirib berdik. Sizlar uchun u bog'larda nurg'un mevalar bor, ulardan yeysizlar. Shu yomg'ir bilan Tursinadan chiqadigan zaytun daraxtini o'stirib berdik. Uningdan may chiqadi. Yeguvchilar nonlarni shu may bilan maylaydi. Chorvalarda haqiqatan sizlarga ibrat bor. Ularning qo'rsig'idagi narsalar, ya'ni sutlar bilan sizlarni sug'urmiz. Ularda sizlar uchun nurg'un manfaatlar bor. Ularning go'shini yeysizlar. Ular yana to'yga va o'kizlar bilan qurg'uliqda, kema bilan dengizda yuk tashiysizlar. Biz haqiqatan Nuhni qavmiga payg'ambar qilib avatdik. Nuh aytdi: "Ey qavmim, yolg'iz Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga uningdan boshqa hech ma'budi bar haq yo'q. Allohning azobidan qo'rqmamsizlar?" Uning qavmidagi iymonsiz kattalar aytdi: "Bu faqat sizlarga o'xshash bir insondir. U sizlardan ustun bo'lmoqchi. Agar Allah payg'ambar avatishni xolisi edi, albatta farishtalarni avatadi. Bundoq so'zni burunqi ota-bobolarimizdan anglagan emasmiz. U faqat bir majnundir. Sizlar uni bir mazgil kutinglar." Nuh ularning iymon etishidan umidini uzgandan keyin, "Parvardigorim, ular meni yolg'onga chiqarganliklari uchun menga yordam bergin" dedi. Biz Nuhga bizning ko'z oldimizda vahiyimiz bo'yicha kema yasagan, bizning buyruqimiz yetib kelgan va tonurdan suv etilib chiqqan chaqda hayvonlardan erkak kishi bo'lib bir juftini elib olgin. Oilangdagilarni mo elib olgin. Ularning ichidagi halok bo'lishiga hukm qilinganlar buningdan mustasno. O'zlariga zulm qilganlar to'g'risida menga so'z ochmagan, ya'ni ularga shafaat qilmagan. Ular cho'qim to'pon balasida g'arq qilinadi deb vahiy qildik. Sen bilan birga bo'lgan mu'minlar bilan kemaga chiqqan chig'ingda jimi hamda sana bizni zolim qavmdan qutqizgan Allohga qastur degan. Hamda ey Parvardigorim, meni muborak manzilga tushirgin. Sen do'stlaringni eng yaxshi o'rlashtirg'uvchisan degan. Haqiqatan buningda, ya'ni Nuhning ummatining ishlarida aql egalari uchun nurg'un ibratlar bor. Biz bandalarni payg'ambarlarni avatish bilan albatta sinaymiz. Ularni halok qilgandan keyin boshqa bir qavm paydo qildik. Biz ularga o'zlarining ichidan bir payg'ambarni, ya'ni Hudni avatdik. U aytdi: "Allohga ibodat qilinglar
sizlarga uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allohning azobidan qo'rqmamsizlar? Uning qavmining kofir bo'lgan, oxirat muloqotini yolg'onga chiqargan va bu dunyoda biz tarafdan bayashat turmushga ega qilingan kattalari etdi. Bu faqat sizlarga o'xshash bir insondir. O sizlar yeganni yeydi, sizlar ichganni ichadi. Agar sizlar o'zingizlarga o'xshash bir insonga itoat qilsanglar, shubhisizki, o chaqda sizlar cho'qim ziyon tortquchilarsizlar. O sizlarni sizlar o'lib to'piga va quruq ustixonga aylangandan keyin tirilsizlar deb ogohlantiramdi. Sizlarga ogohlantirilgan ish to'limi yiroqdir. Bizning mushu dunyodagi hayotimizdan boshqa hayot yo'qdir. Biz o'limiz va tirilimiz, ya'ni bir tarafdan o'lib turimiz, yana bir tarafdan tug'ilib turimiz. Biz qayta tirilmaymiz. O faqat Alloh nomidan yolg'onni to'qigan odamdir. Biz uningga ishonmaymiz. Hud etdi: Parvardigorim, ular meni yolg'onga chiqarganliklari uchun menga yordam bergin. Alloh etdi: ular uzunga qolmay kofir bo'lganliklariga nadomat chekidi. Ular haqliq ravishda qattiq ovoz bilan halok bo'ldi. Ularni biz lo'ji qilib etdik. Zolim qavm Allohning rahmatidan yiroq bo'lsin. Ularni halok qilgandan keyin boshqa bir qavmlarni paydo qildik. Har qanday ummat halok bo'lish vaqti kelmay turib halok bo'lmaydi. Halok bo'lish vaqtidan o'tibmi ketmaydi. Ondan bizning payg'ambarlarimizni orqama-orqa avatdik. Har ummatga uning payg'ambari kelgan chaqda ular uni inkor qilganlikdan ularni orqama-orqa halok qildik. Ularni kishilarga hikoya qilib qoldirdik. Iymon etmaydigan qavm Allohning rahmatidan yiroq bo'lsin. Ondan Musa va uning qarindoshi Harunni bizning oyatlarimiz bilan va ro'shan pokit bilan Fir'avnga va uning qavmining cho'nglariga payg'ambar qilib avatdik. Ular haqovurlik qilib iymondan bosh tortdi. Ularmi takabbur qavm edi. Ular bizga o'xshash ikki oddiy insonga iymon etamdiq. Halbuki ularning qavmi bizning qulga o'xshash xizmatchilarimizdir deyishdi. Ular bu ikkisini, ya'ni Musa bilan Harunni inkor qilishdi. Shuning bilan ular halok bo'ldi. Ular yana Bani Isroilni hidoyat topsin deb biz haqiqatan Musaga kitob, ya'ni Tavratni ato qildik. Biz Maryamning o'g'lini, ya'ni Isoni va uning onasini, ya'ni Maryamni kamoli qudratimizning dalili qildik. Ularni to'ptiz, yaqin suluq bir egiz joyga o'rlashtirdik. Ey payg'ambarlar, halol narsalarni yanglar, yaxshi amallarni qilinglar. Men haqiqatan sizlarning qilgan amallaringlarni obdan bilaman. Ey payg'ambarlar jamoasi, sizlarning dininglar haqiqatan bir dindir. Men sizlarning parvardigoringlardirman. Mening azobimdan qo'rqinglar. Ular yana ummatlar diniy jihatdan nurg'un firqalarga bo'lindi. Har firqa o'z dini bilan xushaldir. Ularni o'lganlarga qadar gumrohlikda tarik etgan. Ular bizning ularga mol-mulk va avlodlarni berganligimizni o'zlariga tez yaxshilik qilganlik deb o'ylamdi. Hargiz undaq emas. Ular uqmaydi. Haqiqatan Parvardigoring hayvisidan qo'rquvchi kishilar, Parvardigoring oyatlariga ishonguchi kishilar, Parvardigoriga sherik keltirmaydigan kishilar, sadaqa beradigan, ammo Parvardigorning dargohiga hisob berish uchun qaytib bordiganligidan dillar qo'rqib turadigan kishilar, ana shular yaxshi ishlarni qilishga oldirg'uvchilardir. Yaxshi ishlarni boshqalarning oldida qilishga tirishuvchilardir. Biz insonni faqat toqati yetadigan ish qilib taklif qilamiz. Bizning dargohimizda haqni so'zlaydigan kitob, ya'ni bandalarning yaxshi-yomon ishlari xotirlangan nomi amal bor. Ularga savobini kamaytirib etish yoki azobni oshirib etish bilan qilchi zulm qilinmaydi. Ular yana gunohkor kuffarlarning dillari buningdan, ya'ni Qur'ondan g'aflatdadir. Uningdan, ya'ni kufrdan boshqa ular kelajakda nurg'un yomon ishlarni qiladi. Ularning boylarini azob bilan jazolagan vaqtimizda nagahan ular faryod qiladi. Ularga aytiladi: bugun faryod qilmanglar. Haqiqatan sizlar bizning yordamimizga erishaolmaysizlar. Mening oyatlarim sizlarga o'qib beriladi. Uni anglashdan yuz o'rib orqanglarga chekinib olatdinglar. Ular haram ahli bo'lganligi bilan faxrlanib imondan yuz o'raydi. Kashlik paranglarda yomon so'zlarni qiladi.
ya'ni Qur'onga ta'na qiladi, payg'ambar alayhissalomni so'kidi. Ular haq kalam, ya'ni ulug' Qur'on ustida cho'nqur fikr qilmadimi yoki ularga Alloh tarafidan ota bo'ldirga kelmagan yangi narsa keldimi yoki ular o'zlariga kelgan elchini tanimay uni inkor qilyaptamdi yoki ular uni majnun deyishamdi. Hargiz undaq emas. Ularga o haqiqatni ep keldi. Ularning to'lisi haqiqatni yomon ko'rdi. Agar haqiqat, ya'ni Qur'on ularning nafs xohishlariga bo'ysundigan bo'lsa, albatta osmonlar, zimin va ulardagi maxluqotlar xarob bo'lgan bo'ladi. Undaq bo'lgani yo'q. Ularga vaz nasiyatni o'z ichiga olgan Qur'onni ato qildik. Ular o'zlariga vaz nasiyat bo'lgan Qur'ondan yuz o'raydi. Yoki sen ulardan elchilikni yetkazganligingga haq talab qilamsan, ya'ni ular shundoq gumon qilamdi, Parvardigoringning sana bergan ajri yaxshidir. Allah rizq berguvchilarning yaxshisidir. Sen albatta ularni to'g'ri yo'lga da'vat qilasan. Oxiratga ishonmaydiganlar haqiqatan to'g'ri yo'ldan chetniguvchilardir. Agar ularga rahim qilsak, ularga kelgan kulfatni ko'tarvasak, cho'qim gumrohliklarda davomli tingirqab yurishadi. Ularni biz haqiqatan azob, ya'ni qahatchilik bilan jazoladik. Ular Parvardigoriga bo'ysunmadi. İltica qilib duomi qilmadi. Toki ularga qattiq azobning darvozasini ochgan chig'imizda nagahan ular umidsiz ketadi. Allah sizlar uchun quloqlarni, ko'zlarni va dillarni yaratdi. Sizlar nihoyat oz shukr qilasizlar. Allah sizlarni zaminda nasllantirish yo'li bilan yaratdi. Hisob berish uchun uning dargohiga yig'ilasizlar. Allah o'likni tirildirdi, tirikning jinini oladi. Keç gündüzünün özgürüp duruşu Allah'ın başquruşudur. Şenmemsizlar. Ular Allah'ın kudretini oylab ko'rmadi. Belki ular burunqilar nima degan bo'lsa shuni dedi. Ular aytdi: "Biz o'lib to'piga va o'lib ketgan so'ngakka aylangandan keyin cho'qim qayta tirilamdik. Haqiqatan biz va bizning ota-bobolarimiz ilgari mushundaq ogohlantirilgan edik. Bu faqat qadam qaladan qolgan afsonalardir." Aytqanki, zimin va uningdagi maxluqotlar kimning? Agar sizlar bilsanglar, menga buni aytib beringlar. Ular Allohning deydi. Buningdan pand nasihat olmamsizlar? Aytqanki, yetti osmonning va ulug' arishning Parvardigori kim? Ular Alloh deydi. Aytqanki, uning azobidan qo'rqmamsizlar? Aytqanki, hamma shayning podshohligi kimning qo'lida? İltica qilganlarga panoh bo'la oladigan va uningga qarshi hech narsa panoh bo'lanmaydigan kim? Agar sizlar bilsanglar, menga buni aytib beringlar. Ular Alloh deydi. Aytqanki, sizlar qandoqmi qaymoq turilisizlar? Undaq emas. Ularga biz haq so'zni aytib keldik. Ular cho'qim yolg'onchilardir. Allohning balasi yo'q. Uningga barobar boshqa bir ilohmi yo'q. Agar bundaq bo'lsa edi, o çağda her ilah özü yaratkan məxluqni yalğız igilaydi. Bəzi bəzidən g'olib keladi. Allah ularning Allohga nisbat bergan narsalardan pakdir. Allah g'ayibni va oshkorni bilguvchidir. Mushriklarning shirik keltirgan narsalardan ustundir. Aytqanki, Parvardigorim, agar menga ularga va'da qilgan azobni dunyoda ko'rsatadigan bo'lsang, aytqanki, Parvardigorim, meni zolim qavm ichida qolmagin. Biz ularga va'da qilingan azobni sana ko'rsatishga albatta qodirmiz. Ularning qilgan yomonligiga afu qilish bilan yaxshilik qilgan. Ularning seni sifatlashlarini, ya'ni ularning sana qilgan masxirisini biz obdan bilamiz. Aytqinki, Parvardigorim, sana sig'inib shaytonlarning vasvasalaridan panoh tilayman. Parvardigorim, sana sig'inib shaytonlarning menga hamroh bo'lishidan panoh tilayman. Ularning, ya'ni kofirlarning biriga o'lim kelsa aytadiki, Parvardigorim, meni dunyoga qaytirgin. Men qo'yib kelgan mol-mulkim bilan yaxshilik qilishim mumkin. Uning dunyoga qaytishi mumkin emas. O cho'qim shu so'zni qilg'uchidir. Ular qabrlardan turg'izilgan kunga qadar ularning oldida ularni dunyoga qaytishdan to'sadigan bir to'sma bo'ladi. So'rchilingan kunda ularning orasidagi tuqqanchilik mavjud bo'lmay qoladi. Bir-birining ahvolini so'rashmaydi. Tarozisi egri kelganlar baxtga erishguvchilardir. Tarozisi yenik kelganlar ziyon tortquvchilardir. Jahannamda mangu qolg'uvchilardir. Ularning yuzlarini o't kuydiradi. Qalblari qo'rilib, tishlari echilib,
badchiroy bo'lib qoladi. Ularga sizlarga dunyoda mening oyatlarim o'qib berilgan, sizlar uni shuncha ro'shan turuqliq inkor qilgan emasmidinglar deyiladi. Ular aytadi: Parvardigorimiz, badbaxtligimiz ustimizdan g'olib kelib gumroh qavm bo'lib qolgan edik. Parvardigorimiz, bizni do'zaxdan chiqargin, ondan dunyoga qaytargin. Agar biz shuningdan keyin yana gunoh qilsak, biz haqiqatan zolim bo'lib qolamiz. Alloh aytadi: Jahannamda xoroldi qilinglar. Ustinglardan azobning ko'tarilib ketishi haqida menga so'z ochmanglar. Shubhisizki, bandalarimdan bir turkum kishilar Parvardigorimiz, biz iymon etdik, bizga mag'firat qilgin, bizga rahim qilgin, sen bo'lsang eng rahim qiluvchisan deydi. Ularni masxir qildinglar. Hatto ular sizlarga mening zikrimni unuttirdi. Ya'ni ularni masxir qilish bilan bo'lib ketib, menga itoat qilishni unutdinglar. Sizlar ulardan kulatdinglar. Sizlardan yetgan arziyatlarga sabr qilganliklari uchun men ularni bugun mukofotladim. Ular haqiqatan maqsadga erishguvchilardir. Allah ularga zaminda qanchalik turdinglar deydi. Ular bir kun yoki bir kundimi oz turdik, oy kunlarni hisoblag'uvchi farishtadan so'rag'in deydi. Ular do'zaxda chekayotgan azob tufaylidan zaminda qanchalik turganligini unutdi. Allah, agar sizlar bilsanglar, dunyoda faqat ozg'ina turdinglar deydi. Ey insonlar, bizni sizlar o'zinglarni bekor yaratdi, o'zinglarni bizning dargohimizga qaytarilmaydi deb o'ylamsizlar? Haq podsho Allah ustundur. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Allah ulug' arshining parvardigoridir. Kimki hech qanday dalili bo'lmagan holda Allohga qo'shib yana bir ma'budga ibodat qiladi ekan, Parvardigorning dargohida hisob beradi. Kofirlar haqiqatan nijot topmaydi. Parvardigorim, mag'firat qilgin, rahim qilgin, sen rahim qilguvchilarning yaxshisisan degin.